soxtachilik bilan, qo'pol bo'lsa ham fohishalik bilan yo o'g'irlik yo terrorizm bilan deport bo'lganlarning aksariyati noqonuniy yo'llar bilan Turkiyaga kirgan. Turkiya deportini qanday oshiramiz? Bugun shu haqida gaplashamiz. Shaxsan meni o'zimda ham Turkiyadan deportim bor. Buni qachondir video qilaman. Hozircha advokatlar harakat qilyapti deportni ochishga. Xo'sh, birinchi o'rinda Turkiyadan qanday deport bo'lganingizni o'rganishingiz kerak. Bu nimaga kerak desangiz, deylik, misol uchun 3 oyga deport bo'ldi, G'ishmat. Qanday holatda deport bo'lgan? U Turkiyada yuribdi, ishlayapti, bir kun ishxonasidan ushlab deportatsiya markaziga olib ketdi-da, qo'yib yubordi, 20 kun ichida o'zing Turkiyadan chiqib ket xohishing bilan deb. Keyin u 20 kunda Turkiyadan chiqib ketdi. Qochoq qolgan muddati deylik 2 oy edi. Jarima to'ladi, 3 oydan keyin kirasan dedi. 3 oydan keyin borsa kirgizmadi. Nimaga? Chunki ishxonadan ushlab olgani uchun unga çalışmasiz ishlading deb 1 yillik kirish taqiqi ham qo'yadi. Uni aeroportda ba'zan aytadi, ba'zan esa yo'q. Mana shu. Shuning uchun birinchi o'rinda deportni tekshirtirish juda ham muhim. Yoki polis ushlab deport qildi. 2,5 yil qochog'ingiz jarima to'lash imkoniyatini bermaydi, 5 yilga deport to'lasiz. 5 yillik deportlarni hammasini ham oshirib bo'lmaydi. Yoki deylik, klubdan qizlarni diskodan ushlab deport qildi. Ko'pchilik viza bilan ochib beramiz deydi, vizaga murojaat qiladi, rad javobi keladi. Yoki misol uchun o'tirmizingga topshirdik Turkiyada paytingizda, rad javobi keldi, 10 kun ichida chiqib ketib ogohlantirish berdi, siz e'tibor bermadingiz, patroning qolaver, viza bilan kelasan dedi. 1,5 yil keyin ishladingiz, jarima to'lab chiqib ketdingiz, keyin vizaga murojaat qilsangiz rad javobi keladi. Nimaga? O'sha 10 kun ichida chiqib ketmaganingiz sizni sistemada deport qarorini olishingizga sababchi bo'lgan bo'ladi. Mana shuning uchun ham vizaga topshirib rad kelmasligi uchun oldin deportni tekshirtirish kerak. Deport so'rg'ilama deydi. Tekshirtirasiz, qanaqa kodlar bor? U kodlarni ta'rifini o'rganasiz. Bu kodlar uchun nimalar qilish kerak? Advokat tutish kerakmi? Vizaga murojaat qilish kerakmi? Yoki kutish kerakmi? Yoki umid uzish kerakmi? Bor shunaqa kodlar, umidni uzing deyman men ba'zilarga. Misol uchun soxtachilik kodi. Advokat tutib soxta pasport yoki soxta ikamat izni qilib bermaganingizni, o'sha soxta ish qilmaganingizni isbotlab berishingiz juda qiyin. Qasddan bilib turib soxta ikamat izni bilan yursangiz, ko'chada ushlab olib deport qilsa, soxtachilik kodini qo'ysa, ularni qaytib kirishi, viza olishi juda ham qiyin. Ha, bor aytishim mumkin oralaringizda, men kirdim, men uytdim, bekanzar gapiraveradi, men bunday qildim, viza olib kirdim deydi. Lekin mana shu soxtachilik bilan, qo'pol bo'lsa ham fohishalik bilan yo o'g'irlik yo terrorizm bilan deport bo'lganlarning aksariyati noqonuniy yo'llar bilan Turkiyaga kirib borgan. Dubay orqali kirib borgan soxta pasport qilib, yo Gruziya orqali, yo Ozarbayjon orqali, yo Qozoq, yo Rossiya orqali soxta pasport qilib borgan yoki o'sha davlatlar fuqaroligini boshqa pasport bilan kirib borgan. Xullas shunaqa yo'llar bilan kirib borgan. Bu sir emas, Turkiya hukumatining o'zi ham biladi, chunki bor o'sha soxta pasport bilan kirib yana deport qilayotganlar orasida deportni tekshirtirsa Ch113 yoki Ch135 shunaqa kodlar chiqib kelyapti. Ya'ni soxtachilik bilan ushlab deport qilingan. 2 yildan 5 yilgacha deport qiladi qo'shimcha. Mana shu. Endi birinchi o'rinda bildik, demak, deportni tekshirtirish kerak ekan. Endi xo'sh, qanday holatlarda vizaga murojaat qilinadi? Agar sizda ichki ishlar tomonidan qo'yilgan taqiq kodlar bo'lmasa, unda vizaga murojaat qilishingiz mumkin. Ichki ishlar deganda nimaga ichki ishlar? Chunki Goch idorasi Turkiyada ichki ishlar vazirligiga o'tgan, migratsiya. Sizni polis ushlab deport qilsa, mana oxirgi 2 yildan buyon polis ushlab deport qilganlarga V164 kodini qo'yyapti. Bu degani 5 yilgacha viza bermaydi sizga degani. Endi agar o'z ixtiyorim bilan deport bo'lgan bekinazar desangiz ham, bunda ham sizga 100% viza beradi deb aytib bo'lmaydi. Boya aytgandek, o'z ixtiyoringiz bilan deport bo'lgan bo'lsangiz, Turkiyadagi holatingiz qanaqa bo'lgan? Shartli kirish qilgandirsiz balki o'tirmizga murojaat qilganingizda rad javobi olgandirsiz. Balki polisga tushganda 20 kunda chiqib ket deb ogohlantirish bergan bo'lsa, chiqmasdan yurgan bo'lishingiz mumkin. Yoki Turkiyada imzoga tushib qolgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'z ixtiyoringiz bilan kelgan bo'lganingizda ham buni tekshirtirish kerak. Mana hozir bittasi vizaga murojaat qilgan, Instagramda gaplashdim. O'zi 3 oyga deport qilgan. Patroni aytgan, bor viza olib kel degan. Vizasi rad keldi 9 bilan. 9 bilasizlar dedi, o'zini aybi bilan. Keyin aytayapman, bu ayb sizniki desam, yo'q, meni qanaqa ayb bo'lishi mumkin? O'z ixtiyorim bilan keldim-ku deyapti. Keyin so'radim, "Qani nimalar qilgansiz Turkiyada?" Oldin o'tirimizni olib, patronni kafil qilib o'tirimizni olish uchun patronni kafil qilganda ish beruvchisini, lekin o'tirimizni olmagan. O'tirimizni olmagan, boshqa ishga o'tib ketgan. Patroni esa birinchi patroni kafil bo'lgan odam uni ikamat iznini ibtol qildirgan Gochga aytib. Ya'ni Goch idorasi buni o'tirimizni olib boshqa maqsadda foydalandi degan qarorga kelgan. Ularga adashmasam V69 kodini qo'yadi. Endi yoddan bilmayman, mana shunaqa kod bor. Ya'ni ikamat iznini boshqa maqsadda foydalandi, yashash ruxsatnomasini olib degan kod. Mana Goch idorasiga aytayapsizki, mana bu odam meni kafil bo'ldi, patronim shu deyapti, patronim aytayapti, men kafilman, shunga o'tirimizni ber, men chalishimizni o'tkazaman deyapti. Lekin siz olyapsiz-da, jippillab boshqa joyga ketib qolyapsiz. Mana endi 3 oyga deport bo'lgan bo'lsa, bor yo'g'i 1,5 oy, 2 oy qochoq qolgan ekan.
deport bo'lib keldi, vizaga topshirdi, yangi patronni shartnoma jo'natdi, lekin Goch idorasi 9 bilan unga rad javob berdi. Men aytyapman bu kishiga deportni tekshirib turing desam, yo'q, endi 3 oydan keyin boraman undan ko'ra deyapti. Deportga borgandan keyin bu kishiga yana o'tirmasini bermasligi mumkin Turkiyada. Nega? Chunki V69 kodi, ya'ni qasddan ikamat iznini boshqa maqsadda olib foydalandi. Bularga beriladigan kod 5 yilgacha hech qanday turdagi yashash ruxsatnomasi berilmasin degan kod. Bu kishiga advokat kerak bo'ladi. Mana shunaqa. Birinchi o'rinda deport tekshirtiriladi. Undan keyin qanaqa kodlar bor? Kodlarni qaysi aybingiz bilan qo'ygan? Ichki ishlardan qo'yilganmi yoki o'z ixtiyoringizdan chiqib ketganmisiz? Majburlab deport qilishganmi, shart berganmi? Mana bularni o'rganasiz. Undan keyin deylik, kodlarga qarab vizaga murojaat qilasiz. Bor shunaqa vizalar, misol uchun yoshga doir vizalar bor. Misol uchun 30 yoshdan oshganlarga talaba o'ranchi vizalari bermaydi. Deylik, ichki ishlardan sizga qo'yilgan kodlar bo'lmasa ham 30 yoshdan yuqorisiga o'ranchi vizalar rad kelyapti. yoki chalishma vizaga murojaat qilmoqchisiz. Chalishma vizaga murojaat qiladigan bo'lsangiz ham birinchi o'rinda o'zingizni holatingizni o'rgandingiz, demak sizda ichki ishlar tomonidan qo'yilgan hech qanaqa taqiq kodi yo'q. Bor 3 oyga yo 6 oy yo 1 yil yoki 2 yilga deport bo'lgansiz. 5 yilga deport bo'lganlarga chalishma viza bermayapti ayni paytda. Xo'p, endi viza murojaat qilsam 100% beradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Bundan oldin ish beruvchini ham o'ylash kerak. Ya'ni sizga shartnoma jo'natayotgan odamni xorijni ishga olish uchun imkoniyatlari bormi? Ya'ni sizni chaqiryapti-yu, lekin o'zi xorijlik ishchini olish uchun Anqaradan rad javobi olish mumkin. Bunday holatlarda 9F emas, 9A bilan rad keladi. Ya'ni ish beruvchini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Faqatgina o'zingizni emas, endi ish beruvchini ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Yoshga doir deylik, misol uchun yosh tanlanmaydigan vizalardan biri bu davolanish maqsadida bedavo viza bor. Bunda ham agar ichki ishlardan qo'yilgan kod bo'lsa, bunda ham rad kelishi mumkin. Hatto oilaviy birlashma vizasiga ham polisda deport qilganlarga vizasi rad kelishi juda ham ko'p kuzatilyapti. Bular nima qilish kerak? Agar yoshroq bo'lsa, turmushga chiqyapti-da, ism familiyasini o'zgartiryapti-da, endi turmush o'rtog'i familiyasiga o'tyapti, ID'sini ham o'zgartiryapti, zagon pasportini ham o'zgartiryapti-da, familiyasini, keyin oila birlashma vizasiga advokat tutmasdan viza olib ketayotganlar bor. Rad olayotganlar ham bor. Misol uchun yaqinda 50 yoshli opa TikTokda efirda aytdi, polisda deport qilgandi, men bilan dugonamga viza chiqdi, menga chiqmadi. Ikkalamizdan Turkiya fuqarosiga oila qurib erga tekkandik. Dugonam degani o'zidan misol uchun 15 yosh kichkina, 35 yoshli ayollar aytyapti. 35 yoshli ayolga chiqyapti, chunki Turkiyaga borsa farzand tug'ib beradi. Turkiyaning hozir eng katta muammolaridan biri bu o'sha aholi soni kamayib ketayotgan. 50 yoshli opaga bermadi. Ikkalasi bir xil holatda deport bo'lgan, faqat yoshlar o'rtasida farq bor. U ayolga chiqdi, bunisiga chiqmadi. Bir xil qilib vizaga topshirgan. Mana bu 50 yoshli opaga endi men aytdim, yo tedavo vizaga murojaat qilasiz yoki advokat tutib V164 kodingizni qoldirasiz. Undan keyin oila birlashma vizasiga topshirasiz. Xo'sh, V164 kodi nima? Bu o'sha polis ushlab deport qilayotganlarga qo'yilayotgan kod. Bu deport qilish haqida chiqarilgan qaror. Buni qoldirish uchun Turkiyadan advokat tutishingiz kerak. Agar taqiq muddat tugamasdan Turkiyaga bormoqchi bo'lsangiz. Taqiq muddat tugagandan keyin ketaman, bu kod menga xalaqit beradimi desangiz, odatda yo'q. Turkiyaga kirib borganingizdan keyin ham Goch idorasidan yoki aeroport o'zidan V164 kodini oldirib tashlashingiz kerak. Negaki buni qildirmasangiz, ertaga kirgan chiqqan paytingizda pasportingizni olib keladi, biletingni olib keldingda, biletingizga V164 deb yozib, ruchka bilan qalamda qo'yib boraveradi har safar. Xo'sh, endi har bitta viza uchun alohida video qilmoqchimiz. Sahifamizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi videoda chalishma viza uchun nimalarga hujjat topshirish kerak, qanaqa hujjatlar yig'ish kerak, ish beruvchi tomonidan qanaqa hujjatlar topshirish kerak, siz qanaqa hujjatlar yig'ishingiz kerak, shu haqida gaplashamiz. Bu mavzu juda uzun. Misol uchun davolanish haqida, o'ranchi haqida vizalar, hammasi haqida vizalarga video qilaman. Lekin siz chalishma vizaga topshirishdan oldin o'zingizni bilishingiz kerak. Qanaqa hujjatlar yig'ganingizdan ko'ra o'zingiz qanday holatda deport bo'lganingiz, ish beruvchingiz o'sha kriteriyalarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bu keng mavzu. Bitta videoga tiqib sig'dirib bo'lmaydi. Menga ovoz xatam yozadi odamlar Instagramdan deportni ochishga yordam bering deydi, maslahat bering deydi. Qanday men maslahat beraman? Men hozir shu yerda o'zi 10 minut gaplashdim. 10 minut bo'ldi. Qanday men 1 minutda yo 2 minutda unga mana qilasiz deb tashlay olaman. Keyin xafa bo'ladi. To'g'ri maslahat bermayapsiz, qizg'anyapsiz. Men bu ishlarni qilmayman. Men maslahat berganim bilan siz o'rtadagi gaplashgan shirkat bekanlar gapiraveradi deb boshqacha chiqib sizdan ko'proq pul olishni o'ylab. Shirkatlarning ko'pi 50 ga 50 deb pulingizni oladi, rad kelgandan keyin 50 ga 50 degandim-ku deydi. Mana shunaqa 100% berilmaydigan, viza berilmaydigan holatlar ham bor. Vizaga misol uchun o'sha sizda aybingiz bilan emas, qarshi tomonning aybi bilan keladigan holatlar ham bor. Sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.